Ikkinchi jahon urushi yillarida Gollandiyadagi fashistlarning lagerlaridan birida Samarqand polkidan 101 askar bo'lgan. Gitlerchilar ular bilan g'ayri insoniy tajriba o'tkazishga kirishganlar. Ma'lumotlarga qaraganda 1941-yilning sentyabrida 101 sovet askari Amersfoortga olib kelingan. Ularning barchasi o'zbek millatiga mansub bo'lib, Samarqand eshelonidan bo'lgan. Boshqa mahbuslarning xotiralariga ko'ra, ularga nisbatan hayvonlardek muomala qilishgan. Qahraton qishda ular tikanli sim bilan o'ralgan ochiq maydonda saqlanishadi. Deyarli ovqat ham berilmaydi. Kunlarning birida bir guruh kinematograflar lagerga kelishadi. Ularning maqsadi fashist armiyasi uchun askarlarning ruhini ko'taradigan film tayyorlash edi. Natsistlarning rejasi bo'yicha charchagan va och o'zbek mahbuslari oldilariga tashlangan bir bo'lak non uchun bir-birlarini urib o'ldirishlari kerak edi. Lekin natija aksincha bo'lib chiqqan. Askarlardan biri nonni olib yoshi kattasiga topshirgan. U esa nonni hammaga bo'lib bergan. Reja chippakka chiqqanidan g'azablangan fashistlar mahbuslarning aksariyatini otib tashlashadi. Qolganlari esa ochlikdan vafot etadi. Xulosa o'rnida shuni aytib o'tish joizki, bir mayizni 40 bo'lib yegan, vatan tinchligi, ona yurt osoyishtaligi uchun jonini fido qilgan qahramonlarimizni xalqimiz hech qachon unutmaydi. Ularning nomi hamisha qalblarimizda yashaydi. Biz ham mard, jasur, vatanparvar ajdodlarimizga munosib avlod bo'laylik.